家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第8单元的第2部分。Bugün öğrendiğimiz 8. kısımdaki 2. bölümü。一样，我们先从生词总动员开始。O'xshash avval ham sözlerden başlayımız. Onda hosa ders kirgettik. 第一个生词病，病，yazılışı一个病字旁，里面呢是横竖横折钩，然后一个小人撇捺。病，它呢有2个意思。İki ma'noda ma'laydı. 做名词的时候，isim bo'lgan vaqtida nimani bildirdi desek, kesel. Bu qandaq kesel? 这是什么病？这是什么病？ Siz qandaq kesel bo'psiz? 你得了什么病？你得了什么病？那么ikkinchi xil ma'nosi og'rish. Masalan, men og'rib qoldim desem, o vaqtida o pil bo'ladi va og'rish. Masalan, men og'rib qoldim desem, 我病了，我病了 desek bo'ladi. Nima amaliyotda biz yana mushu to'liq degan vaqtimizda, ya'ni 生病 deymiz. 比如说 opam kesel bo'lib qoldi, hozir doktorxonada desek, mama 生病了，现在在医院。妈妈生病了，现在在医院 desek bo'ladi. 病 kesel yani og'rish. 好, unda bo'lsa ikkinchi so'z 只是，只是 faqat yazilishi 一个口 chiqital chekit 是那chiqitim chiqib bo'lishini 一个日 横竖横撇捺只是 faqat. Mesela mesela 你怎么了 siz nim bo'ldingiz 我很好只是有点不舒服 men yaxshi shu sal bearam bo'lyapman 或者说我挺好的只是有点头疼 men xeli yaxshi shu sal beshim og'riyotdi degandek. Onundan boshqa mesela yana bir misallab baqsaq, ishlarninki hammasi ravon ketyotdi, faqat shu bir vaqt masalasi desek, 事情都挺顺利的，只是一个时间的问题。事情都挺顺利的，只是一个时间的问题。Men bu xizmatni yolg'iz qilib bo'la olmayman. Faqat shu sal charchab qoladi ekanman. 这个工作我能一个人完成。这个工作我能一个人完成，只是有点累。只是有点累。好，只是 faqat。下面一个词普通，普通。普 degan xatning yazilishi 上面是2个点横，竖竖 anan degan 点撇横 asti 竖横折横横一个日，对吧？这是普。通 degan xat aldın qitim 通知 deb o'rgangan vaqtimizda chiqqan shunaqo 横折点 anan degan asti bir tal yung ishiltishdagi yung 然后是一个走之底普通。odatdagi bir zukan desek 普通感冒，普通感冒。那么 night odatdagi desek 很普通。Mesela odatdagi bir odam, men bir odatdagi bir odam desek 我是一个普通人。yoki bo'lmasa 我这个人很普通 desek bo'ladi. 普通 odatdagi 那就是说bu 普通 degan vaqtimizda 很常见。daim ko'rilib turadigan, daim ko'rilib turadigan, ne 就是boshqa alayda emas, odatdagi bo'lgan chaqda uni biz 普通 deymiz. 我的工作很普通. Meniki xizmatim
나이티 아데티기 ，那么普通，明白了吗？好，下面一个词，感冒，感冒，感觉的感，意思的感，就那个横撇横，按的一个口，按的斜勾撇点，而是的一个心。冒，上面呢是一个日，要不拉黑字干日，下面是一个目，眼睛的一个目。那么感冒的呢是zukan buluş. Ben zukan болып қаптымын, сәл қызып қаптымын desek, 我感冒了，有点发烧。我感冒了，有点发烧desek болады. 那么 zukan болып қапсыз, үйге қайтып арам илің desek, 你感冒了，回家好好休息吧。你感冒了，回家好好休息吧。қиылынырақ кейін зукандап қалмаң desek, 穿厚一点儿，别感冒了。穿厚一点儿，别感冒了desek болады. 好, онда қоса кейінгі сөз 打针，打针. езіліші 이거 提手旁打деген бұл хатын үгініп болдық. 打电话能写的是那个横竖钩打。针дегеніміз一个金字旁，能一个横竖，一个是针ingне дегенге бә. 那么打针болса就是 укол салғанны 打针 дейміз. 打针. 比如说 зукан болып қапсыз, 2 күн укол сілішіміз керек деген болсақ, 你感冒了，要打2天的针。你感冒了，要打2天的针。Мен укол салмай, дәрі исән боламды десем, докторға деген болсам, 医生，我可以不打针，光吃药吗 десем болады. 可以不打针吗 деп. Мен укол салғандан бә қоқайма десем, 我害怕打针。我害怕打针 desek болады. 那么bu уколларныңки мәсәлән, bir ishni, bir kasalning oldini olish uchun urilgan mındaq bir уколлар bo'ladi. Odatda maktabdagi vaqtimizda mındaq yerga укол satdik. Uni biz 疫苗 deymiz. 疫苗 打疫苗bo'ladi, 打疫苗. 那么osmukol silishdan burun masalan ba'zi odamlar chingmay suva degandek bir narsalarga komik mındaq reaksiya berilgan ahvollar bor. Shuning uchun osmukol silishdan burun odatda nima ish qiladi deymiz? Miyada bir sinoq ilib boradi. Mushu sinoqni皮试deydi, 皮试. 那么osmukol sağan bo'lsak, uni bir necha xil deyilishi bor. Birsi 挂水, mındaq su isishi 挂水 desek bo'ladi. Yoki bo'lmasa 打吊针 desekmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa 打点滴 desekmi bo'ladi. 那么 yanpashqa укол салған bo'lsak, uni 打屁股针 deydi, 打屁股针 deydi. 好, onda qo'sa keyingi so'z 开药 开 degan bu xatni biz oldida bir qatim o'rganib bo'lgan shunaqo 横撇竖 横撇竖. 那么药 degan xat dora 一个草字头，那的一个绞丝旁，那的撇横折钩点。不那个我说阿里木和这个迪利亚尔见面的时候，他在药店门口旁边等他，是不是？我说darixanning yanida saqlaydi ғой药店shu vaqtida chiqqan. Endi mushu开药deganimiz dori kesib berganni 开药 deydi. Doktor menga 3 kunlik dori kesib berdi desek, 医生给我开了3天的药。医生给我开了3天的药。Bu dorilarni doktor menga kesib bergan desek, 这些是医生给我开的药。这些是医生给我开的药。开药 dori kesish. 好, unda qo'sa keyingi so'z 一些
一些好이 deganimiz 이 bir ikki uchtiki 이 shunaqa she deganimiz shu hang shu ti qilib pi shuvan tsi degan xatni yozib bo'lgandan keyin hang qilib ostiga ishkital hang tatib o'tamiz. Nima ishe degan bu so'zningki ma'nosi ozroq yoki bo'lmasa biroz yoki bo'lmasa biza degandek o'xshamagan endi o'xshamagan shivilar bo'lib turdi ekan. Shuning bilan bu ihtiyar bilan yeshish qisninki farqi nima? Har ikkisi jiq emas ekan, ozroq ekan. Unda bo'lsa, masalan, 2-3 tal bo'lsa ihtiyar desak, nima 5, 6, 7, 8 tal bo'lsa yeshi bo'ladi. Shu vaqtida yeshi bilan ihtiyarning farqi qanday ekan? Har ikkisi ozroq, lekin ihtiyar uningdan ozroq, yeshi ihtiyardan sal jiqroq bo'ladi. Masalan, ta geyli wo ishe qian, u menga ozroq pul berdi. Balkim bu pul 可能是几百块钱或者说1-2千块钱 degandek. 他给了我一些钱。好，那么我身上还有一些钱, elimda yana ozroq pul bor. Masalan, 一些水果 ozroq meva-chevalar. yoki bo'lmasa 一些事情 我明天要去处理一些事情 men erta berib ozroq ishlarni bajarib kelmoqchi. 那么一些就是ozroq biza, lekin ihtiyardan jiqroq, sal jiqroq bo'ladi. 好，unda bo'lsa 这是一些。那么下面一个词次，次 yazilishi 2 点水 anandagi pi hango pi na. Bu xatni bu oldida bir chiqqan. Qachon chiqqan desak, 下次 下次 kelar qitim deb chiqqan shunaqa. Nima oldin qitim bo'lsa, 上次 mushu qitim deganni ci deymiz. Bir qitim 1 次 2 次 3 次 4 次degandek. Masalan, bu endi dori bilan munosabatlikan-ku u vaqtida bu dorini bir kunda 3 qitim yeysiz desak, 这片药一日吃3次。这片药或者是这药一日吃3次 desek bo'ladi. Bir kunda 3 qitim. Nima? Ci qitim deganni bildirdi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z li. Li yazilishi oldida bir tal mi, keynida bir tal li. Ya'ni jan, mushu tu ilaqi bekatdagi jan degan xatninki so'l tarafi shunaqa li. Bu nimani bir dona deganni bildirdi. Nimanasiga miqdor ulab mangdi desak, mushu ushaq bo'lgan, bir taldan chiqadigan narsalarga ko'pincha mushu li-ni miqdor so'z qilamiz. Masalan, guruch. Guruchni bir tal guruch bo'lgan bo'lsa, yili-mi. Yili-mi. Nima bug'doyning mushu bir tal bo'lgan bo'lsa, yili-mayzi. Yili mayzi desak bo'ladi. Uningdan boshqa mushu dorilarni mushtaq bir tal ko'milash qilib bir tal qilgan vaqtida uni biz yili yo desak bo'ladi. Ha, li mushu kichikroq, ushaqroq bo'lgan narsalarningki miqdor so'zi. Masalan, 我们要节约每一粒米 degan bo'lsak, biz har bir dona guruchni tejishimiz kerak degan ma'noda chiqadi. Li miqdor so'z. Ha, endi早晚 早 degan bu xatni biz burun 早上 早晨 deb turib o'rgandik. Shunaqa 早 deganimiz 一个日 anandagi 一个横竖 一个时。晚 degan bu xat 竖横折横横 anandagi 也就是一个日字旁，对吧？跟撇横撇 qilib anandagi osti 竖横折横撇竖弯勾 qilamiz. 早晚 早 degan at degan 晚 degan cash. Nima 早晚bir yerga kelsa at degan cash. Nima bu dorining ichida chiqqan vaqtida buni masalan bu dorini at deganda cashda har bir qitimda 3 taldan yang desak, 这药每天早晚吃3粒
每天早晚吃3粒bo'lib chiqadi degan kash. Ya'ni mushu zavvan degan mushu so'zningki yana bir xil ishlatilishi bor. U nimani bildirdi desak, hamon bir kuni. Hamon bir kuni. Masalan, men hamon bir kuni muvaffaqiyat qozinaman desam, 我早晚会成功的. 我早晚会成功的 desak bo'ladi. Nima hamon bir kuni biz yana uchrashimiz desak, 早晚有一天我们会见面的. 早晚有一天我们会见面的 desak bo'ladi. 早晚 qancha xil? Ikki xil ma'nosi bor. Birsi degan, ya'ni kech, yana birsi hamon bir kuni. Hamon bir kuni. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z pian. 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 Pie, anki hang shu, hang andan keyin zhe. 对，片degan bu xatliqi payzidagi pay degan xat esimizda bormi? Shu payzidagi pay degan xatningki sol tarafi 就是这个片。那么片degan bu so'zmi miqdor bo'lib mangdi. Nima-nimalarga miqdor qildi desak, mushu dorilarningki yapilaqraqi. Masalan, dorininki kumulash bunda dumaloq kumulash bo'lsa, uni biz li deymiz. Li. Nima Javnang bo'lgan bo'lsa, uni li deymiz. Lekin bunda yapilaq bo'lgan bo'lsa, yapilaq da yeydigandari bo'lsa, biz uni pian deymiz. 1片, 2片, 3片 degandagi. Nima bu birsi. Uningdan boshqa mushu yupurmoqni yezi deymiz-ku. Yupurmoqningki miqdorimi 1片叶子. 1片叶子 desak bo'ladi. Hamda mushu yuzi kengroq bo'lgan, masalan, osmon, lekin butun emasa, mushundaq bir joydagi osmon ya bo'lmasa mundaq bir cho'plik demoqchi bo'lsak, bularni biz 一片天空 一片天空 andan keyin 一片草地 deb desak bo'ladi. Mushularning hammasida bu pianimi miqdor so'z bo'lib chiqadi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 开水 开水 开横横撇竖，就是前面这个开药的开，对吧？水的给你们苏的给还竖钩横撇撇那么开水的给kaynak su kaynak suni ko'proq ichib bering desak, 多喝开水 多喝开水 desak bo'ladi. Masalan, qiziq qaynoq suv bormi desak, 有热开水吗? 有热开水吗? Nima so'g'oq qaynoq suvni 凉开水 deymiz. 凉开水. Nima har kuni deganda bir stakan qaynoq suv ichib bersak, salomatligimizga foydali desak, 每天早晨喝一杯开水对身体好。每天早晨喝一杯开水对身体好 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 清淡 清淡 Yezilishi 清 deganimiz 一个3点水 andan keyin yeshildagi 清 横横竖横 ostda 竖横折钩横横 对吧? 淡 degan xatmi yana o'xshash oldi 3点水 andan keyin keyinida shikdal 火 后面是2个火 清淡 ma'nisi mushu iliqi tuzkam degan ma'noni bildirdi. Tuzkam tuzsiz, maysiz deganni bildirdi va bo'lib mushu og'rib qolgan vaqtimizda doktor bizga maysiz, tuzkam qilib turib tamoq yeng deydi. Nima o'mju shu 生病的时候应该多吃一些清淡的食物。生病的时候多吃一些清淡的食物 desak bo'ladi. Biz mushu ta'mni o'rgangan vaqtimizda 5 xil ta'm. So'an chuchumali shunaqa, tian tatliq, ku qirtaq, la achchiq, tuzliq, xian, suan tian ku la xian. Nima shu vaqtida tan bo'lsa tuzkam bo'ladi degan to'qqi. Masalan, bu tamoqning tuzkam bo'lib qopti desak, 这个饭有点淡 desak, 那就是 tuzkam degan ma'noda chiqadi va. Nima 清淡 ham maysiz
hem tuzsuz bo'lishi kerak. Tuzkam maysiz bo'lgan chaqda çingdan bo'ladi. 好，比如说köpünsü şu稀饭，稀饭是个它就是属于非常清淡的食物。好，那么下面一个词，食物，食物，食деген хатқа қарап бақсақ，一个人，一个点，andan деген yin hangdagi yinninki keyni。那么物деген bu нәрсе дегенге қарта oldu，一个牛。andan деген撇横折钩撇撇物деген хат，食物，yemeklik degenni bildirdi va yemeklik 食物。好，比如说我喜欢吃一些清淡的食物。Men mushu maysiz tamaqlarni, yemekliklarni yeyishga amroq desak, 我喜欢吃一些清淡的食物 desak bo'ladi。这些食物好像都过期了。过 ötep ketish, chi degan vaqt. Nima bu yemekliklarninki vaqti ötep ketgan o'xshaydi. 这些食物都过期了 desak bo'ladi。食物，家里面已经没有食物了。Uyda nima qolmadi? Yemekliklar qolmadi. 去超市买一些吧。talab bozorga berib, azroq setib olaylik. 食物 yemeklik. Keyingi so'z 注意，注意，注一个三点水，andan деген 主 üstüde bir tal cheket 一个王 shunaqo yi yi degan bu xat oldinmi bir qatam chiqib bo'lgan chiqib bo'lgan nima yozgan vaqtimizda qandaq 上面是一个li andan 一个日下面是一个心心注意ma'nosi diqqat saboqdoshlar diqqat qilaylik bu nuqta intayin muhim degan bo'lsam 同学们请注意这一点非常的重要或者这是一个要点 desekmi bo'ladi 同学们请注意 desek bo'ladi anandagi neyliqi mushu mashinani keyniga mundaq yondurgan vaqtida mushu mashinada mundaq bir so'zlaydi-ku, nima deb so'zlaydi? 倒车请注意倒车请注意 deydi-ku. mushu 请注意deganimiz diqqat qiling degan ma'noda bo'ladi. 好，那么这是注意 diqqat qilish. Masalan mushu darsni diqqat qilib anglang desak 注意听讲注意听讲 desak bo'ladi. 好，unda bo'lsa keyingi so'z 休息休息。好，修我们来看一下，一个单人旁，一个木。那么西degan bu xat qanda上面是一个自己的字，信息的息是哪个自己的字 asты bir tal sin。好，休息 ma'nosi aram ilish aram ilish。那么mushu xat mushu shu degan xatga qarab baqsaq mushu odam qandoq qilib aram oladi deymiz. Nama burungi zamonlarda odamlarning hammasi ko'pinchisi mushu yeziklikchilik bilan mushu yer ittizlardagi mushu ishlar bilan shug'ullangan. Nama mushu charchab ketgan vaqtida uzun vaqt emasa birdam aram elib olaylik desak ko'pinchisi biz nega berib aram olamiz desak daraxtninki ostiga berib aram olamiz. Agarda daraxt bizga jiroq bo'lib qolgan bo'lsa mushu qo'limizdagi ketman bo'lamdi yoki kurak bo'lamdi ashinanga qandaq yo'linib turib aram olamiz. Shiqilib mayli qandoqida bo'lsin biz hamisha mushtaq bir yog'ochdan birni izlab ashunga yo'linib aramaga vaqtimizda andin o'zimizni bir xil erkin his qilamiz. Shuning uchun bu shu degan bu xatninki oldida bir tal tanrimpang odam bor, keynida bir tal yog'och bor. Odam yog'ochni berib aram oladi. Shu. Ha, nima sizlar qachon aram olasizlar desak, "你们什么时候休息?" "你们什么时候休息?" desak bo'ladi. Andin biz dushanbadan jumagacha o'qiymiz, shanba yakshanba kuni aram olamiz desak, 我们从星期一到星期五上课，星期六、星期天休息。我们从星期一到星期五上课，
星期六、星期天休息，desek bolodu。休息，aramilish。好，那同学们，刚才呢，我们把这个今天所有的生词都已经过了一遍啊。Бүгінгі барлық сөздікlerini қандақ бір баштан өткізіп шықтық. Әмді跟着老师把这个所有的生词呢读2遍. Әмді маңа мұшу барлық сөздікlerini қандақ әрі бірсіні 2 қитымдың оқып әсек. Онда осы башылдық. 病只是普通感冒打针开药一些刺力早晚片开水清淡食物注意休息。好，那同学们，今天我们的课就先上到这里。作业呢还是一样的，每一个生词抄2行，选择其中的5个造句。Onda xo'sa saboqdoshlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'ldi. Topshiriqimiz burunqiga o'xshash. Har bir so'zlikni 2 qurdan ko'chirib, o'ttirdan 5 ni tanlab cümle tuzib etsak bo'ladi. Topshiriqni vaqtida ishlashni unutib qolmang. Onda xo'sa, kelarki sonda ko'rishaylik. 我们下一期再见。